23 aprel kuni Turkiyaning Istanbul shahri Silivri tumanida 6.2 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Bu haqida Tabiiy ofatlar va favqulodda vaziyatlarni boshqarish bo'yicha prezidentlik veb-saytida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, katta vahima uyg'otgan zilzila taxminan 10 soniya davom etgan. U Silivri sohilida sodir bo'lgan. Zilzila qo'shni viloyatlarga ham sezilgan. Turkiya ommaviy axborot vositalariga ko'ra, ayni damda ham zilzilalar davom etmoqda. Zilzila epitsentri 699 kilometr chuqurlikda sodir bo'lgan. Rasmiylar barcha Turkiya aholisini ogohlantirib, imkon boricha ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Ayni damga qadar qancha odam zarar ko'rgani, qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. Qolaversa, O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi ham barcha Turkiyada yashayotgan fuqarolarni ogohlantirgan. Barchangizga tinchlik va omonlik tilaymiz. Alloh o'z panohida asrasin deyiladi xabarda.